birinchi marta Ka'bani ko'rganda ham yig'ladingizmi? Yig'ladim. Yig'lamasdan iloj yo'q. Qanaqa hayajon bo'ldi birinchi Ka'bani ko'rganingiz? Ta'riflashga tilojsiz, ta'riflab bera olmayman men. O'zingiz qayerdansiz xola? O'zbekistondan, Andijondan. O'zbekiston pasporti? O'zbekiston pasporti. Hech qanday muammo bo'lmadimi? Maza qilib ibodatlarni qilyapsizmi? Allohga behisob shukr, o'zini baytiga chaqirganiga shukr yo'q, hech qanaqa qiyinchilik yo'q. Rossiyani qayerdan keldingiz xola? Peterdan keldim men. Sankt-Peterburgdan keldingiz. Yig'lamang, ko'z yoshlaringizni hali Madinaga olib qo'ying. Madina bizning vatanimiz. Inshaalloh. Yuragimiz haligi o'rtantirib yuboradigan joyimiz Madina. Yerda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bor. Ravzalarga, yerdagi jannat bog'lariga kirganda bu ko'z yoshlaringizni olib qo'ying inshaalloh. Inshaalloh. Yana davom ettiramiz inshaalloh yig'lashni. Rahmat. Kelganingizdan boshlab ketgunizcha quvonch ko'z yoshlari bilan yig'laysiz. Amin. Inshaalloh. Inshaalloh. Qarang do'stim. Sizlarga ham Alloh razı ishinglarga rivoj bersin. Amin. Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Amin, amin. Bizga o'xshaganlarni mana chiroyli qilib Allohning uyiga mehmon bo'lishimizga sababchi bo'lyapsizlar. Amin, amin. Rahmat sizlarga. Qarang do'stim, siz O'zbekiston, Qirg'iziston, Tojikiston fuqarosisiz. Allohning baytiga qalbingiz ila oshiqsiz. Kelmoqchimisiz? Ko'rsatilgan joylarga Rossiyada bo'lsangiz, sizni Rossiyadan olib kelamiz. Agar O'zbekistonda bo'lsangiz, O'zbekistondan ham olib kelamiz. Shu nomerlarga bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Sizlar Tavsiya ham qilamiz shu bolani biz ham. Alloh rozi bo'lsin. Quvonch ko'z yoshlari ila Allohning baytini maza qilib tavof qilasiz inshaalloh. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala barakatuh.